Diqqat! O'zbekistonda o'zi va farzandlari iPhone telefon ishlatadigan barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Bu ma'lumotni aslo o'tkazib yubormang. Siz uchun va farzandlaringizning salomatligi uchun muhim ma'lumot. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun ozroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video rolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zbekistonda iPhone narxlari qimmatlashishi mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, Apple kompaniyasi sentyabr oyida taqdim etishi kutilayotgan yangi iPhone 18 modelini narxlarini oshirishni reja qilmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yangi modellarni qimmatroq narxda sotuvga chiqarishi nafaqat yangi iPhone'larni, balki avvalgi avlod qurilmalarining narxlariga ham ta'sir qilishi kutilmoqda. Aziz do'stlar, video rolik ostiga like bosib, iPhone telefon olmoqchi bo'lgan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying.